Aleyküm kanalına yaxşımı? Allah selamet olsun inşallah. Köpinci qarindoshlar mendan mushu menjan unini qanday ishlatib deb so'rgan. Bu gelit buğday geloteri deb buni men tordan olgandim, bozorda yo'q. 1 kilosini 30 lira qoldim. Shunday olgandim. Lekin bek avishliq tushdim. Mushuni qanday qilib menjan chiqaramiz? Mushuni mendan so'rgandim. Men hozir ko'rsatmoqchi. Buni men muvofiq miqdorda dökümen. Ben bir stakan etrafıda, yani bir su istakan etrafıda döktüm. And ben bununla muvafiq miqdorda xamir turuç dökümen. Kurmaya. Böyle bunu dökeceğim. Uç dökümen, ondan keyin su dökümen. Bunun üstüne muvafiq miqdorda su döktük. Mana, şunday etrafıda su döküp ko'zi bilan ravusturda iyileştirip qilamiz. Qilsak bir damning ichida bu menjan holatiga keladi. Yani biz xamirni pishirib chiqqan holatga keladi. Buni ravusturda iyileştiramiz. Shuni bekcha qo'yatman. Mana shu holatga keldi. Men bunun og'zini mahkam itib 20 minut etrafida qo'yib qo'yaman. O o'g'irliqda qasqinimga suv olib qaynatman. Qoldi. Qasqinga suv olib qaynab bo'lguncha 20 minut tinadi bu. Mana qasqinimizmi qaynabdi. Endi biz mushqachi bilan birga solayman. Mushqachi bilan birga soldim. Mana mush holatda pishib chiqdi. Biz menjanimizni bir 40 minut atrofida, 1 soat atrofida pishirdik. Ichib boqay. Mana ko'rdinglar, mana mush holatda pishib chiqdi. Bunu hem de ben otunu öçürüp, elib etip, su qo'shini saqlayman. Soğuganda kesip köksüp koyayım zaten sizlerge. Mana bizden menjanimiz pişipti mana. Bu soğuk bo'ldi. Hem de bunu ben kesip biray sizlerge. Ben bunu 2 parça qilib oldim. Mana ko'rdinglar, mush holatda bo'ladi. Mana men de bu menjanni qanday ishlatdim deb so'g'uvchilar. Buni yana o'tirdim kesip biray. Mana mush holatda bo'ladi. Menden soğanlar için menjan ununu işletiş usulü mana bu şu.